Nafsi ammora. Nafsi ammora bandani Robbidan uzoqlashtiradigan, yomonliklarni qilishga qiziqtiradigan eng buzuq holatdagi isyonkor nafsdir. Ammora ko'p buyuruvchi deganidir. Bu sifatga ega bo'lgan nafsning yagona maqsadi ho'yu havasning o'lchovlariga rozi bo'lishdan iboratdir. Shahvatning asiri va shaytonning o'yinchog'idir. Kayf-safo va gunohga haris bo'lgan nafsdir. Nafsning istaklari bo'lgan shahvatlarga qarshi mujodalaga kirishmay, uning orzulariga tobe bo'lgan holda shaytonning yo'liga kirib ketish nafsi ammora saviyasida bo'lgan kimsalarning ahvolidir. Aslida nafsi ammora sohibi uchun shaytondan ham tahlikaliroqdir. Buni Ibn Atoulloh Sakandari bunday izohlaydilar. Sen aslida o'z nafsingdan qo'rq. U nafs senga qarshi harakat qiladi. Buning ustiga u o'limga qadar ham o'z sohibidan ayrilmaydi. Shayton ham hech bo'lmasa Ramazon oyida insondan ajraladi. Chunki Ramazonda shaytonlar kishanlanadi. Shunga qaramay, Ramazon oyida ham jinoyatlar va axloqsizlik holatlari uchrab turadi. Bu holat shaytonning aldovlari sababli emas, balki nafs yo'lidan ozdirilgani uchun yuziga keladi. Qur'oni Karimda shunday keladi: va nafsimni oqlamasman. Albatta nafs agar Robbim rahm qilmasa, yomonlikka ko'p undovchidir. Albatta Robbim mag'firatli va rahimli zotdir, dedi. Yusuf surasi 53-oyat. Boshqa bir tarafdan insonning ma'naviy olamdagi mavqei e'tiboridan nafsi ammora hayvonot olamidagi zaharli ilonga o'xshatilyapti. Shubhasizki, bunday tashbihlardan murod nafsning tahlikalariga diqqatni tortmoqlikdir. Shoir Navoiyzoda Atoyi bu haqiqat haqida bunday so'zlaydi: xulqi badlar oxir boribir bir ilonga aylanur, ul ilonlar shohi ersa nafsi ammora erur. Yomon axloq bir ilonga o'xshadi. Bu ilonlarning shohi esa nafsi ammoradir. Ana shu jihatdan sog'lom aql sohibi bo'lgan har bir mo'min nafsi ammora bilan doimiy bir jihad holida bo'ladi. Bunday jihodda aql va iroda qilichini g'aflat qiniga solib qo'ymoqdan ortiqroq zarar yo'q. Zero nafs ko'plab ulviyliklarga mazhar bo'lgan qanchalab insonlarning bir onlik g'aflatidan ham foydalanib qoladi. Ularga beadad zarar yetkazadi, badbaxt bo'lib qolishlariga sabab bo'ladi. Faqat Alloh saqlagan va uning o'zi yordam qilgan bandalar bundan mustasnodir. Dar haqiqat, Misr azizining ayoli bilan Yusuf alayhissalomning o'rtasida kechgan quyidagi hodisa juda ibratli. Qur'oni Karimda bayon qilinishiga ko'ra, Yusuf alayhissalom go'zalligi ziyoda, ko'rkam bir yigit bo'lib ulg'ayadilar. U zotning bunday ko'rkam ko'rinishlari yashayotgan uylarining bekasini fikri buzilishiga olib keladi. Alloh taolo aytadi: voyaga yetgan vaqtida unga hukmni va ilmni berdik. Go'zal ish qilguvchilarni shunday mukofotlarmiz. U uyida bo'lgan ayol undan nafsini xohladi. Eshiklarni berkitib, qani, kela qol, dedi. U, Alloh saqlasin, axir u joyimni yaxshilab bergan hojam-ku. Albatta zolimlar najot topmaslar, dedi. Batahqiq xotin unga intildi. U ham
agar Robbing burxon ini ko'rmaganida u xotinga intilar edi. Undan yomonlik va fahsh ishlarni uzoqlashtirish uchun shunday qildik. Albatta, u bizning tanlab olingan bandalarimizdandir. Yusuf surasi 22-24 oyatlar. Yusuf alayhissalom Alloh taoloning lutfu karami bilan ma'naviy yordamlarga noil bo'lgan edilar. U zot sallallohu alayhi va sallam bu kabi nafsi ammorani yengish mavqeida bo'lganlari uchun Zulayhoga mayl etishdan qutuladilar. Biz ojiz bandalar ham Janobi Haqqa taqvo ila yo'nalishga, o'z nafsimizning yomonligidan va tahlikali hollaridan uzoq bo'lmoqlikka majburmiz. Avvalgi sahifalarda aytib o'tilgani singari biz ham shu hikmatga binoan Robbimiz azza va jalla buyurgan oqibati fojiali bir qator xulqlardan o'zimizni saqlamog'imiz darkor. Masalan, bir erkakni o'ziga halol bo'lmagan birorta xotinga shahvat bilan qaramog'i zinoga kirish eshiklaridan biridir. Bu shuning uchun man qilingandir. Boshqa barcha yomon fe'llar uchun ham shunday hukm qilingandir. Haqiqatan bu voqea buyuk ibodatlarga to'ladir. Shu o'rinda abadiy qutulishning badali hukmdagi dunyoviy sinovlar qiyin va shiddatli kechganini, ko'pgina hodisalar ketma-ket sodir bo'lganini ham aytib o'tmog'imiz lozimdir. Yusuf alayhissalom go'zalligi tillarda doston bo'ladigan darajadagi farishtadek bir yigit edilar. U zotdagi go'zallikni ko'rgan zahoti ayollarning hayollari chalg'ir edi. Hatto o'zlari his qilmagan holda barmoqlarini ham kesib olar edilar. Agar Yusuf alayhissalom xunuk va shahvoniy tuyg'ulari so'ngan bir chol bo'lganlarida, bu imtihon bunchalar qiyin kechmasdi. Ushbu hodisa ham bu qadar ta'sirli hodisa bo'lmas edi. Bunga muqobil Zulayho ham haqiqatda boylik va shuhrat cho'qqisida, shahvatning asirligida edi. U ham yoshi o'tgan, bechora hol bir ayol bo'lganida Yusuf alayhissalomning imtihonlari ham oson bo'lar edi. Holbuki u ham yosh va ko'pchilikni rom eta oladigan jozibaga ega go'zal bir ayol edi. Uning ustiga xonaning eshigi ham mahkam yopilgandi. Ikkalalari odamlardan panada yolg'iz qolgan va gunoh qilish oson bo'lgan bir paytda Zulayho Hazrati Yusufga qat'iy bir ovozda "Qani, kela qol" deb fahshga chorlagan edi. Buyuk Robbimiz Yusuf alayhissalomning qanchalik mustahkam irodalarini ham erita oladigan bunday bir qiyin vaziyatda qolgan holatlarini agar burxonimiz, dalil va yordamimiz bo'lmaganida u ham mayl etardi degan so'zlar bilan ifoda qilgandir. Hazrati Yusuf alayhissalom qarshilaridagi bunday jozibali holning do'zog'iga tushmaslik uchun haqiqiy bir taqvo bilan ma'azalloh dedilar. Bunday holatda yagona chora Allohga sig'inish ekanini angladilar. Bu ham ilohiy yordam etishi uchun taqvo zarur ekanini ko'rsatmoqda. Ya'ni nafsi ammoraning shiddatli istaklariga qarshi tura olish faqatgina taqvodorlik his-tuyg'ulari quvvatlanishi bilan mumkin bo'ladi. Haqiqatan bir erkakning umri davomida ro'baro kelishi mumkin bo'ladigan imtihonlarning eng og'irlaridan biri yoshlik, go'zallik, boylik kabi har turli joziba hamda imkonga ega bir ayoldan keladigan da'vat va iltifotga yo'q deya olmoqdir. Buning ustiga bunday da'vat yolg'iz qolgan holda bildirilsa,
yanada qiyindir. Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallam bir hadisi shariflarida hech bir soya bo'lmaydigan qiyomatning shiddatli kuni haqida aytadilar. Alloh taolo 7 toifa insonga arshining soyasidan joy berishini va bu toifalardan biri jamol va obro' egasi bo'lgan ayol chaqirganda men Allohdan qo'rqaman deb rad etgan kishi ekanini bildirganlar. Buxoriy azon 36. Zero insonning eng katta zaifliklaridan biri iltifotga yengilib, o'zini idora qilish kuchini yo'qotmoqligidir. Lekin Hazrati Yusufda bunday bo'lmadi. Taqvolari va tarbiya qilingan nafslari komil bir maqomda bo'lgani sababli u zot alayhissalom ilohiy himoyaga noil bo'ldilar. Nafsi ammoraning qarshisida mag'lub bo'lmadilar. Ibratga loyiq yana bir jihat esa Zulayho Yusuf alayhissalomni zindon bilan qo'rqitganida ham u zot alayhissalomning bu chorlovga rozi bo'lmaganlaridir. Zero Zulayho o'z maqsadiga erisha olmasa, Yusuf alayhissalomni zindonga tashlashlarini buyurishini aytadi. Holbuki Yusuf alayhissalomning poklangan nafslari u zotga taqvoni ilhom qilgani uchun ey Robbim, zindon ularni menga da'vat qilayotgan narsasidan mahbubroqdir dedilar. Ayniqsa u zot sallallohu alayhi vasallamning Allohga agar ularning hiylasini mendan uzoqlashtirmasang, ularga moyil bo'lib, johillardan bo'lib qolaman deya qilgan iltijolari buyuk bir taqvoning nishonasidir. Chunki Yusuf alayhissalom o'zlari tushib qolgan vaziyatda qutulishning yagona chorasi bo'lgan zindonni tanladilar. Bundan ko'rinadiki, insonni gunohlarga tortqilaydigan bu barcha dunyoviy jozibalarning qani, kela qol degan chorlovlariga bas keladigan, ularning chaqiriqlariga qarshilik qila oladigan yagona kuch o'sha lahzalarda ma'azalloh demoqlikdir. Cheksiz qudrat egasi bo'lgan Alloh taologa sig'ina olmoqlikdir. Qur'oni Karimda nafsi ammoraning ofatlaridan saqlaydigan eng kuchli qurol taqvo ekani bildirilgandir. Shuningdek, muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimda nafsning haqiqatini ko'rsatgan bir voqea ham bayon etilgandir. Muso alayhissalomga Tur Sinoda payg'ambarlik berildi va keyin esa va asongni tashla deb nido qilindi. Qachonki uning katta ilon kabi qimirlayotganini ko'rgach, qaramasdan ortga qochdi. Ey Muso, beri kel, qo'rqma, albatta sen omonlikdagilardansan dedik. Qasos surasi 31-oyat. Alloh azza va jalla Muso alayhissalomga o'z qudratini aso orqali ko'rsatdi. Muso alayhissalom esa shu aso vositasida Allohning qudrati ila unsiyat etdilar. Alloh u zotni payg'ambar o'laroq tayin etib o'ziga yaqinlashtirdi. Muso sallallohu alayhi vasallam bilan so'zlashganida ba'zi holatlardan ogohlantirdi. U zot alayhissalomga xitoban bunday dedi: Ey Muso, qo'lingdagi nima? Toha surasi 17-oyat. Muso alayhissalom esa bu asomdir, unga suyanaman, u bilan qo'ylarimga barg qoqib beraman va unda mening boshqa ishlarim bor deya javob berdilar. Toha surasi 18-oyat. Alloh jalla jallallohu aytdi: Ey Muso, uni tashla deb buyurdi. Toha surasi 19-oyat. Hazrati Muso darhol amrni ado etdilar. Bu holat Qur'oni Karimda bas uni tashladi. Birdan u aso ilon bo'lib yura boshladi.
Taho surasi 20-oyat. Buni ko'rgan Muso alayhissalom qochishni boshladilar. Ammo Alloh taolo bunday marhamat qildi va u zot uni ol, qo'rqma. Biz uni avvalgi holiga qaytaramiz. Taho surasi 21-oyat. Bu o'rinda nafs va nafsga bog'liq bo'lgan narsalar buyuk bir ilon timsolida ko'rsatildi. Muso alayhissalomga nafsning haqiqati bildirildi. U zot alayhissalom avvaliga bundan qo'rqdilar. Cho'chib qochdilar. Hazrati Muso bo'lib o'tgan hodisaga ishora qilib shunday deyildi: Ey Muso, bu ilon Allohdan boshqa narsalarga ixlos qilishi xususida ogohlik bermoqda. Bu nafsoniy sifat o'z sohibiga shakllangan bir suratda ko'rsatilganda, u inson bundan qo'rqib qochadi. Sen endi tavhid sifati bilan sifatlangansan. Sening bir asoga tayanadigan hamda yordam zarurligida foydalanadigan bir narsang borligi qanday qilib to'g'ri va o'rinli bo'lishi mumkin? U asodan men uchun boshqa foydalar ham bor deysanmi? Tavhid yo'lidagi ilk qadam sabablarni tark etishdir. Ya'ni mutlaq tavakkul va taslimiyatdir. Sen endi har qanday talab va istaklardan voz kech. Yana shunday deyiladi: Haq nidosini eshitgan va uning jamoli nurini ko'rgan kishi Allohdan boshqa narsaga tavakkul qilmaydi. Allohning fazl va karamidan boshqa hech narsaga suyanmaydi. Shu holda nafsning xohishlari va vasvasalaridan uzoqlashadi.